nihoyat uzoq zamonlar ilgari dunyoda odamlarmi alvoslar yashaydi ekan. İnsanlar yer ustida, alvoslar yer ostida yashaydigan bo'lib, ikki taraf bir-birini avar qilmaydi ekan. Lekin kunlarning birida bir alvosni uzun yil mashq qilish orqali ba'zan alvosdan aylanibdi. U odamlar dunyosiga kelib, nazarlik tarqitib kishilarni bo'zaq qilibdi. Dal bu chaqda alvos yo'qotquchi Jonko'y ko'kara kirib o'tirg'i chiqib, 7 qaraq yulduzi, bosh yulduzi, so'ndirg'uchi yulduzning kuchidan foydalanib, alvosni pechatlab, barliq jonliqlarni qutuldiryapti. Lekin nazarlikni yo'qotmoqdas. Jonko'yning nomi xalq orasida eg'izdan eg'izga tarqalib, 2000 yildan buyon odamlar va alvoslar dunyosini qo'g'dab kelibdi. Kishilar odam alvosning yo'lini to'smasa, alvosda odamga uchirmaydi. Odamsimon alvosda degan faqat rivoyatlarda bor degan qarash bilan yashab ketdi. Tez bulunla. Tez mela. Yetişmela küçep piştirinla küçep. Ha, yaxşı tez. Yetişmela yetişip. Tez bulunla tez küçep piştirinla yetişmela yetişip. Bezon asra. İsmam. Ay. Çocuğu yanına ekledim. Bu harvaga nait tezde taş materyalini bismagan edi. Hem de mağmayırgan oldu. Әмді маған майдан болдық. Таш оқын кесіп сұндыру етіпті. Olmasa biz onu yerip açaydı. Ben patlatıp açtım. Asırı çocuğuken de. Çocuğu bekli görelikken. Hem de yetkeleydigan oldu. Candağa, bu küçük iş. Tez yötkeyle, ha, tez yötkeyle. Vay vay, çapsan kişi. Ata qarang, tünegen akşam yasıdım. Yip arqılık ot aldı. Köpçülük emni taş materyallarını yığıştı 10 cep atatmısın bulduğan buldu. Hay, miltiq doğrusunun xatarlik tegishga bo'lmaydiganligini zodi qancha qitim deyman. Siz yana uning bilan tosh portlatmoqchimi? Hay, bunu qilmoqma, men qilay. Hey. Qarang. Hay. Portlaydigan bo'ldi. Portlaydigan bo'ldi. Hay, bu qiz kichigidan tortib ishteribli yuriydi. Rahmat sizga mama. Nimaga so'ralmini qilsizlar? Darhol yo'lga chiqmamsizlar? Qizim, men Qayan shahriga berib, onar yasayman. Havuz chog'ini da ondan qayta olayman. Siz mo kichik emas, yurtdoshlarga yaxshi qarang. Bu Qayan shahri janub tarafda. Agar otingizni seg'insangiz, uningga qarab bering. Xotirjam bo'lasiz. Siz yashinib qoldingiz. Cho'qim ehtiyot qiling. Ish qilganni beylingizning og'ir Ha, qilib kaydiki, tez yetishmang. Mana, hozir. Amisi men mangdim, hargiz chatoq chiqmayman. Elvagan oziq-tulikni yeyishga ko'zingiz qiymay qolmasin. Keçilik çeklaş başlandı. Qayıp ketinglar. Mo'bay janoblari bugun kechda osmonga qarab farmon tushirdi. Qurilish maydoniga har qanday odamdan kirishiga bo'lmaydi. Ularga yaxshi qaranglar. Bir ish bo'lib qolsa darhol xabar qilinglar, ha? Ha, Candağa. Siz nima ishga keldingiz? Yurtdoshlar qanday qarang. Hammasi yaxshimi? Men otamning ko'yiga keldim. Otangiz mi?
Onu ko'rmadim-ku. Yana mundan usur bo'lishi mumkin. Biroq u yerga yetarimli kirib bo'lmaydi. Hey, cho'chuk! Avliyolar osmonda. Jo'nchu bayramdan burun bu munar yasilib sizga taqdim qilinadi. Mobay. Bana sehri kuch ato qiling. Mening nomimni ko'kka ko'tarib. Sen orqali bu sehri qurolni sinab boqay. Mobay. Alvostimikan? Qizim, tez qacha. Çocuğum, tez kaçın. Çocuğum. Ko'rib qolg'in kelsa, ketaman deb o'ylama. Nima deb? Men bilan karınız bulmasa tez kaçın. Ata, ovoz chiqaman. Çocuğum. Mobay alvostgan. Mobay alvostgan. Yana nega qochsan? Sizningcha miltiq to'rsi, uniga taqabul tura olaman? Jo'nkoy. Mening kimligimni bilgan ekansan, tez uqtirg'iniga tambamamsan. Vaqtni isrof qilmaylik. Quruq gapni oz qil. Sizning ismingiz Jo'nkoy shundaqmi? Mening ismim Cho'choq. Ehtiyot qiling. Siz Men alvosini tutyapman. Meni avar qiling. nima deydigandi? Atam.
chiqarib olvostini yo'qitib. Bo'ldi. Men avval otamni qutuldiray. Kılıcından ayrılsa senin karametin ucağılıkken. Razıl alvasti. Hey. Yenesem bu. 이제 Huzurlar! Alvastı bakan! Alvastı bakan! Purqi yo'qib ketdi. Alvastı bakan! Alvastı bakan! Başlayli. 100 at o'tirg'i chiqib, uni qaytadan o'ngshaydi. Kalıbaş oturup çıksa hemmesi hatırasını yokturdu. Ata, avval chiqaman. Mobay alvastgan. Mobay Vazirliklarni tuytib, olvostalarni yo'q qilaman. Ay nima ish bo'ldi. Ay nima hammanglar sirtqa chiqibodinglar. Kirib ketinglar. Jung efendi. Mena ahvol qanaqroq? Bir necha sherikning yarisi bak ig'ir ekan, qutuldirg'il bo'lmadi. Qolgan yardorlar yarisi va boshqa odamlarning xotirasining hammasini bir taraf qilib oldim. Yana birsi bor ekan-ku. Yarisi yenik emas ekan. Qaraganda bu qatimki alvastaga taqobil turmoq tez ekan. U meni deb yarlandi. Uni ep ketib davolgan bo'lsangiz, men hozir o'lliq qasriga borsam bo'lmaydi. Ha? Nima? Odam zoti? Yer ostiga ep boramdiq. Qasrbiga Qiyon shahrining valisi Mobay olvosaga o'zgarib, qo'lida xatarlik sehri qurol bo'lgan. Faqir ojizlik qilib, olvosini qochirib qo'ydi. U sehr qurolning tarixi uzunlik qiladi. Munosabat xotirlami yo'q. Shunga begimdan serak quloqni oriyat og'ili kelgan edim. Bo'ldi. Seyrek kulakni çakırınla.
Siyrak quloqlarni Siyrak chaqiringlar. quloqni chaqiringlar. Siyrak quloqlarni Siyrak chaqiringlar. Siyrak quloqlarni chaqiringlar. Siyrak quloq Siyrak quloq olilari. olilari. Bek kelishgankansiz. Ko'pchilik, yaxshimisizlar? Siyrak Bek quloq olilari bek kelishgansiz. Bizga imzo qo'yib Bizga imzo qo'yib beramiz. Chunki birodar, ko'rishmagili uzun bo'pti. Siyrak quloq birodar, yaxshi turib Ha? Har qitim ko'rishganda quruq qo'l kelmaysan. Bu Bayqalvasining moddiy isboti. Quliqning dunyodagi barliq majdodlarni anglayoladi. Avar qilgan bo'ldim. Bu alvosining kelib chiqish manbasini anglab baqqanmisan. Har qitim ish chiqqanda ondan esing kelaman. Oldin qitimliq shaxmatning oxirini dexa o'ynab bo'lamidik. Avliyolar osmonda. Yongchu bayramidan burun bu munarni Mobayning asli ismi Jonshinkan. Tabiati muloyim bo'lib, 4 yil burun qasdga uchrab, yorilib mijozi o'zgarib ketibdi. Keyin ismini o'zgartirib, bir qism sergar teplarni tepib, jozigarlikni mashq qilibdi. Faqat alvos shakli kirmisila, quruqini farqat kelib olmaydi ekan. Ehtiyot qiling. Muttaham alvosdi. U kim o? Ha? Bu odam shon sharafga tangdasiz nopuzga erishgan turib, nemishqina jodugarlikni mashq qiladigandir. Men garchi koinot hamma narsani anglay olasammi, lekin kishi qalbini bilolmayman. Lekin bu sehriy qurolning kelish manbasi bu Arshodis tashlayotgan qurol ekan. Nemishqidir uning qo'liga tushib qopti. Bu alvos odam hayotga kirilib shundan keyin g'oyib bo'ldi. Eng oxirgi qitim paydo bo'lgan yeri allaqachon yer osti ekan. Ay. Begim, men ma'yamsa, sizga amonlik yer bo'lsin. Jo. Hayt. Ay. Karomat egasi chunki bir oddiy odam tarafidan qutqizib qilinibdi-da. Karomat ish bo'pti. Shunda to'g'ri kelib qoldi xolos. Yanada shunda og'zi qattiq. Ustozning an'anasiga varis qilgandan keyin shuncha yillardan beri o'zing yolg'iz alvos tumanab yurdi. Bu qitim oxiri bilan ikkadimi? Nima? Shagird qabul qilmoqchiman? Gapni undaq yenik tegilib bo'lmaydi. Uning tug'ma talanti yomon emas ekan. Avval ko'z peqib onni bir gap bo'lsin. Talab shuncha qattiqmi? Vaqting bo'lsa bulardan g'am qilmay, shaxmatda meni qanday yengishni ko'proq o'yla. Boshdalar amalni tip qo'ygan. Oldin qitim shunday degan edi. Men qaytib berib Mobayning izdirkini qilay. Ish bo'lsa seni chaqirman. Ha. Uyg'ondingizmi? Vajjat! Ay, meni pis oldim. O'rnimda tur. Salom Mobayning sherigimi? Otamchi. Qo'rqmang, biz olvosda emas. Biz degan Biz Bu chiroyinglar bilan yana olvosda emasmi? qanday tushunib qolma. Odamchu, nega borasiz? To'xtang, yaringiz tek saqaymadi. odam rosa avorchilikka. Bo'ldi, yugurmang. Hey, biz odam yemaymiz, to'xta. Olvoslar, yaqin kelmanglar. Rasim!
nima degan mezlik? Ay, qalampayda yugurgan kelim shundoq yerib ketgan bormi? Sizlarni alvos tutqil opamig'in bekor emas ekan. Tafu. Buni uningqa sig'ida ishkizib qo'yat bo'ladi. Yana badandagi odamning puruqi yo'qolsin. Sizlar kim? Mana otamcha, mobayqini, boyaqa jonqicha. Ay, Jon apandi o bir o'q to'g'risida ep ketdi. Otingiz Turin kechki odamlarni o'rda chirib bo'ldi. Xotirjam bo'ling. Bu yer Junki qasri, yarasa qarashliq alvos tushma kemasi. Yana yarasidagi eng muhim organlardan biri. Rivoyatlardagi alvoslar turadigan yermi? Aslida alvoslar yer ostida turadi degan gap rostganda. To'g'ri. Lekin siz qo'rqmang. Alvoslarning hammasi odam o'ltirmaydi. Uning ustiga yana Jon apandi ko'pchilikni qo'g'daydi. Jon apandi. Heyliqi Jon kuyma. Buning turqimi o'xshamaydi ekan-ku. Ko'rdingizmi? Nima degan qomatlik? Nima degan kelishgan? Nima degan hayron qolarliq rasm bu? Bu dal Junki ustozning haykali. Tavsiyalar dastlab keldi, o tashabbuslarga o'tib, lekin Alyut alaliqi saylangan vaqtda chiroy saatlik parcha uni amaldan ilib tashlabdi. Ay, shuning bilan uning ochiq kelib o turiga usib o'lmoqchi bo'libdi. Yer osti avliyosi uning tizfikmas irodasi ko'rib uningga mahorat o'g'itib, keyin alvoslar paydo bo'lib, ishlarga ziyon silayotgan vaqtda u ustozning yaxshiligiga javob qaytarish uchun ko'krak kerib o'tirg'i chiqib, yerda chumush yulduzning bosh yulduz sundirg'uchisi yulduzning kuchi bilan alvosni band qilibdi. Shuning bilan uning nomi har yerga tarqalibdi. Ondan bosh ustoz Junki degan ismni shogirdga miros qoldiribdi. Shogirdiga miros qoldirib, shundoq 200 yil miros qoldirilibdi. Sizni qutqizib olgan Junki apandi, dal hozirgi Junki apandi. Baya o'zingizning qancha cho'ng ishtirganligingizni bilamsiz. Bu uning otida ko'radigan o'lib ketgan ustozning rasmi edi. Men asli keltirib sekrab turib, bu qizchaqni nimanda qo'rqitsiz? Bo'ldi ekansiz-ku. Men azaldan sizlarni anglab boqmabdi ekanman. Yana Jonkuymi ba? Kalabash. Onunga bunun nima uchun ekanligini tushundirib. Men Kalabash, boshqalarning xotirasini yo'qotishga mas'ul. Ularga alvosning borlig'ini unutqizaman. Barliq buzilgan narsalarni asliga keltira olmayman, ha? Agar birasi yarinib qolgan bo'lsa, mana aktil qo'lni ishlatib, ularni davolab saqlaydi. Hay, to'xtang. Siz xotirni yo'qotishga mas'ul dedingizmi? Amsa meni otam xotirjam bo'ling. U hammani unutib nima? ketdi. Hammani unutib ketdimi? Afsus narliqi, o alvosda qechib ketdi. Nima mobay qechib ketdimi? Xo'jayin, yaralandingizmi? Aslida Jonkuyni tutib olgan edim. Arliqda ishlaydiganda birisi chiqib qoldi. Plan o'zgardi. Mana qo'shin tashkillab men uni vayron qilib etaman. Sen o'tnib qolay. Meni chiqarib atgan bo'lsanglar, men otamni izlamasam bo'lmaydi. Jon apandi, sizni bu yerda yarasini davolasin deb buyurgan. Men ot yuzli bo'ldi ekanman. Bu yerdan chiqib ketaman deb ham xiyol qilma. Bu kompas bu yerda ishlamaydi ekan. Qizchaq, ansirmang. Jon apandi alvosni tutgandan keyin hamma ishlar yaxshi bo'lib ketadi.
Lekin otam bilan yurtdoshlar mobayning olvosda ekanligini texi bilmaydi. Ularning hayoti har vaqt xatarga yo'liqishi mumkin. Bo'lmaydi. Men chiqib uloq deyishim kerak. Yoringizga diqqat qiling. Nega borsiz, ha? To'xtang. Nega borsiz, Fatima? Juma efendi. Cho'nkoy, qaytib keldingizmi? Astroq. Necha kunni saqiydi ekan? Uning yarisi og'ir ekan. Saqish xeyli kunlar ketdi. Sizni qutqizman deb yordam emasmi? O'tiring. Kishilarning olvosini ko'rgandan keyin qo'rqib ketgan ifodasini sizmi ko'rdingiz? Jonkuy bo'lib subti bilan odamlarga olvosning borlig'ini bildirib qo'ysan bo'lmaydi. Ular olvoslarni faqat rivoyatlarda mavjud deb o'ylash kerak. Shaptulayotchi qilichi. Jonkuyning eng muhim sehriy qurolining biri. U orqali yaringizni davolasak 3 kungacha asli kelib, normal harakat qila olasiz. Tunigun xatarga qarmay, meni qutqizganingizga rahmat. Rahmat sizga. Ehtiyot qiling. Shaptul yog'ichi suvga tegsa bo'lmaydi. Bilikingizni 10 necha kun suvga solmang. Bo'lmasa yaringiz ichilib ketib qoladi. To'xtab turing. Xotirasini juyibasa, kishilar olvosni ko'rgan vaqtda bilmaydi. Agarda ular haqiqiy ahvol bilsak, ular ehtiyot qildi emasmi? Ba'zi ishlarni siz bilmasligingiz mumkin. Lekin bu Jonkuyning qoidasi. Mobayni men cho'qim tutaman. Yarini saqaygandan keyin ularni unutib, otingiz bilan xotirjam turmush kechiring. Jojo, qaytib ketaylik. Siz zoda nega bormoqchi? U yerga mekib olsang meni topamaydi deb o'ylab qolganmidan? Siz bu yerda nima ish qilasiz? Siz meni ko'rib ekansiz-ku. Men mobayni demoqchi. Mobaydan nodligini bildingizmi? Amsi meni billa elib eding. Agar kelgusi sizlar meni xotiramni yuvasanglar, uni tutgan tutmagingizni qanday bilaman? Beshamlik qilma. Siz Junkoy sehrini o'rgansangiz, andan sizni alvos tutqil billa ep boradi. Bo'ldi. Amsi men o'rganay. Men bakka o'rganib olaman. Sen o'rganishni ayt xatarlik. Men qo'rqmayman. Men qo'rqaman. Sizning ig'ir yeniklikni bilmay, odamlar makonni xatarga kelishingizda qo'rqaman. Qaytib keting. Yarini saqayguncha qalam qilmay menib yurma. Avval tushib, ondan chiqinglar. Putonlarning ostidagi zerakchoqlarga diqqat qilinglar.
Mashinaning oldidagi maxluqqa gap qilmanglar. Karşalımız. Sira quloq begim. Sira quloq begim. Kelishgankan. Bekli kelishgankansiz. Bek kelishgankansiz. Sira quloq begim. Rostli sen kelsan-da. Shuncha tez yetib kelsan. Seni saqlayotgan vaqtda ag'andim. Kelgandan keyin buni yetib baq. Shakarni yerim Yana salib. bak tatlikan. Yana unaqa ba. Hay. Bu yeri nima degan qiziqarliq. Ha? Agishib kavishlan bakkan. Nima deyapsiz? Men uni nazorat qilib keldim. Albas pul barman deb qo'yib, bu yerda bozor aylanib turibdi. Nima degan qiziqarliq. Kelgan kelsangiz, buni tetib yiqing. Bu bakka chiqgan u. Bu cho'nqaloq. Siz ishtalbosmi? Cho'joq qizchaq aqlliqkansiz. Siz meni bilamsiz? Men siyrak quloq bo'laman. Mening bu quloqim hamma narsani anglayoladi. Ehtiyot qiling, sizning maqsadingizni anglab qolmang yana. Yamankansiz ishtaka. Bo'ldi, meninkini anglamang. Sencha mening anglig'im bakanda. Ay, ba'zida bakib anglasam-mo zerikib qolaman. Asal uyqum qochadi. Hey. Bu yomon emas ekan. Qarang. Men bu yergacha agishib keldim. Menga mahorat o'rgatib qo'ysangiz bo'lmamdi. Sizdan sehr o'rgangan bor. Sizga yordamchi mobil tutib beraman. Senden gap so'rayotdi. Sen boshqalarning hovlisiga o'g'rilik chiqib ketishga sukut qilgandan keyin uningga o'rgatib qo'ygan. Yaxshimisiz? Bu qo'dg'ich tuman siz uchun xizmat qiladi. O'ylamabdiman. Bo'ldi, Shuncha qimmatli tumarni ishlatibdi. Hay, to'xtab turing. Agar u bo'lmagan bo'lsa, arva burunli sizni tashib o'tib, tigiyo qonga tushib ketgan bo'lardingiz. Agar ser o'rganganingiz bo'lsa, sizga bir fursat beray. Bu qo'g'dash tumari sizni 4 qitim xatardan qutuldirib qoladi. Undan keyin yo'qolib ketadi. Agar siz bugun bir kun ichida ehtiyot bilan ish qilib, uni yo'qotib o'tmasangiz, sizga o'yitib qo'yman. Bo'lmasa, yaringizni davoltib bo'lgandan keyin uyga qaytib keting. Ustoz xotirjam bo'ling. Men bir qaytib ishlatmaslikka bog'lab beraman. Kim sizning ustozingiz? Qalayimqan chaqirma. Men mobilning yaqin atrofda kelganini bildim. Lekin bu yer bakla murakkab. Sen konkret o'rinni anglab baq. U mushundoq anglamda. Oldimiz ekan. Bu yerdan qanday topqili bo'ladi? Bu yerdan tushsak, dal uning yo'shiringan joyi. Çocuq hanqas, siz mush yerda saqlab turing. Qalayimqa yugurmang, ha?
Birinchi qol. Ötüp duranglar. Bu Mobay iyisini götürmek o'xshaydi. Xo'jayin meni taraf-tarafga askar qabul qilishga avatdi. Yana cho'ng oqsoqollardan ehtiyot qil degan. Jungay. Ikkinchi qol. Yana birisi kam bo'ldi. Ostida ekan. Amal tepildi. Ishqi yo'q, yana ishga qaytib ko'rsatma. Hey! Bundan men foydalanishtiray. Uchinchi qol. Ben üstü çıkarttım. Öz adınızga chiqma. To'rtinchi qol. Siz uchun mulozimat qilganimdan intayin xursandman. Xo'sh hamsa. Men faqat sizga yordamlashib unutib qo'ymoqchi edim. Biz yani yılanı ürkütüp bana qilamiz. Mobayning ovozi yo'qolib ketdi. Bu yerga shuncha ko'p harbiy qurolli avtobus savol topinibdi. Acaba lashkar tortib, o'n qasr begiga hujum qilmoqchimidi? O'ntash qasr begi. Yarasi shayi. Bu Mobayning odamlarga solgan ziyni oz kelib qolganda keyin dehi. Jo'jo. Dadingiz yasagan bunar qachon bitadi? U menga havuz chog'imdan burun degan. Mobayning nishoni tosh qasrbiga emas, balki 10 tosh qasrga yo'chilingan sunmas yulduz. Sunmas yulduz? Avliyo ustoz Chonkoy alvosni pechatlagan hiliq yulduzmi? To'g'ri. Bu yulduz alvosni pechatlab bo'lgandan keyin izchil 10 tosh qasrga yo'chirib qo'yilgan. Bu alvosning yana bir qaytim qaramg'iga chiqarish uchun saqlanish uchun edi. Yer ostida bir yulduz bormi? Kompasning ishlamagani bekor emas ekan. Tavus chog'ini kechsa, sunmas yulduz hadiya supsuq qo'yilganda sonsizlagan alvoslar paydo bo'lib, odamzodlarning joniga zamin bo'ladi. Men 10 tosh qasrning mudofaasini kuchaytirib, alvoslarning yig'ilishini to'sib, Mobayni yer ostida tutib turay. Men sizga yordamlashay.
Tomarcho. Agar siz rastla sergunib qolsangiz, Jonko'y qasrini portlatib o'tkereksiz. Serak quloq, uni qaytarib ket. Ay. Yo'l bo'yi gap qilmadingiz. Nima o'ylayapsiz? Men aslida uning oldida o'zimni ko'rsatib qo'ysam, men sehr o'gitib qo'yarmikin degan. Lekin buzib qo'ydim. Menimcha sizning iqtidoringiz uningda qilishmagidek. Alvoslar kichik-kichik ha? Lekin sizmi Jonko'yni bakla aldirash qilyaptingiz-ku, ha? Mening faqat sehr o'rgangim bor edi. Sehr o'gini shuncha jalb qilish kuchiga egishmi, ha? Alvosdagi haqiqiy yuzlanganda odamlarning qanchalik ojiz ekanligini bildim. Sizlar menga umidni ko'rsatdinglar. Men javobandan sehr o'ginib, alvosdini yo'qotib, atrofimdagi kishilarni qo'g'damoqchi. Lekin fursat qolmadi. Yaram saqaygandan keyin uyga qaytib ketaman. Jonko'y qasridagi kutubxonada butunlay serga turgan kitoblar bor-ku. Siz shuncha aqlli tursangiz, o'zingiz o'rgansangiz bo'ldi. Kutubxona? Nerede kutubxona bor? Men demagan bo'lay. Meningcha, mushu yer shu. Agar siz menga o'rgatib qo'ymasangiz, o'zim o'rganaman. Bularning hammasi sehr o'rgatadigan kitobmidi? Men buni o'rganaman. Yana alvos yo'qtish yalpigichi. Yana chaqmoq maharati. Jon apandimning ustozining hurmat taqdisi. Nemishqa bu yerda turadi? Ustoz! Qo'lingizni torting. Men o'g'irlikchi kirmasligim kerak edi. Men hozir kitobni qo'yib qo'yman. Siz mengishingiz kerak. Qoidaga rioya qilmasangiz, men sizni ep qolsam bo'lmaydi. Bu yo'l odamlar dunyosiga tutishadi. Qaytib keting. Men degan mahorat o'rganmadim. Men qaytib kelsam bo'lmaydi. Men faqat oldirib ketibdiman. Bu yerdagi barliq aslimingizni kalabash yo'yitadi. Ko'nglimdagi yurtdoshlarimning omonligini o'ylayman. Alvasti bog'lig'ini meni ko'pchilikka degila qo'ymasangiz, yomon mahorat o'rgatgan bo'lmasangiz. Agar alvos yana kelib qolsa, men ularni nima bilan qo'g'dayman?
Jonkui gerçi qaltis bolsa-mı, o yalğız şuncha alvastiga qandaq tang kelalaydi? Hatta onun ustozimi shundoq yaralangan tursa. Ustozimning o'limi mening sababimdan bo'lgan. O chaqda men tek shogird edim. Sizga o'xshash yosh, ham ruhliq, ko'ni qoida usullarga amal qilmaydim. Men osatdan kishilarga alvosmaligini aytib, ularni erkak qilsin deb o'yladim. Lekin kim bilsin, buning bilan kishilar sarosimaga tushib, bir-biridan gumon qilishga boshladi. O'zaro gumonlanish hatto bir-biriga ozor berishni keltirib chiqadi. Alvasti fursatdan foydalanib qalamqonchilik chiqarib, ular texmi talab etdi. Yaqinkanma. Ustozim kishilarni qutqizish uchun alvastining bo'ktirmasiga uchardi. Ustoz! Ustozim o'lish oldida bir so'zni qoldirgan edi. Jonkuyning qoidasi qorong'ulikqa yolg'iz yuzlini ovhamni qo'g'day. Lekin sizning dastlabki maqsadingiz xato emas. Ba'zi oqibatlarning o'rnini to'liqlig'i bo'lmaydi. Ko'nglingizda o'ylaganlaringizni men to'liq tushunaman. Lekin kishilar uzun mezgil ansiz kunlarni boshdan kechirdi. Men sizlarning yana olvoz deb kelgan texnik ko'p qo'rqishida yashashinglarga yo'l qo'ymayman. Bildim. Jonkui qorong'ulikni yolg'iz to'sib, avomni qo'g'dab kelib etibdi. Menga yana bir qaytim fursat bergan bo'lsangiz. Sizning yo'lingiz. Siz uning yarısını şaptol yağıcı xanjar bilan davalagan turib, uni yana yomg'irda qo'yibsiz. Ay. To'g'risiga to'g'ri sepib qo'ydim. Bu qaytim obdan aramas. Hamda gapingizni obdan anglayman. Bu qaytim bu yerda qasam bo'lamdi. Jon apandi. Siz bu yerda qilib, yaringizni obdan davolting. Ondan mahorat o'rganishga tayyorlik qiling. Bu jarayonda men mo'yinga yaxshi qarab, uni maqsadiga yetkazgili qo'ymayman. Qanaq? At yüz molimning darsini olishga tayyorlig'ingiz Boshlaylik. 一个人仰望着星空，脑海某目的描绘着未来的某一天，能在广阔世界翱翔，就像这样乘着风，孤独也是致富时刻，不知疲倦，直到遇见了你。明明少年模样，心比天高又如何？只要抬起头就能看到。像太阳、月亮，所有时空，所有岁月都照亮。像星辰宇宙，那么倔强，那么温柔，你就是光。越过漫长高山和神秘海洋，就算挫折和分离迷失方向，不畏惧漫天星光。
Hey, Chatoq bo'ldi. Sunmas yulduz yutib ketdi. Bu qandaqmi mumkin bo'lsin? Men mudofaa qilish sehri ishlatgan. Yana muofizachilarni ko'paytgan tursam. Fatarda, bu yan cho'ng qo'shmaslar hujum qildi. Har qaysinglar qasrbegini obdan qo'lab chekininglar. Men o'zim elg'o sunmas yulduz. Senin askerlerini qaymoqtirgandilar. Anda bu angishlarga erishayman. Bu siz alvosda shakl o'zgarish sehri orqali sizning qiyofatingizga kiryapti. Men buni odamlar dunyosiga so'rab kirgim yo'q edi. Men hozirla munarga berib, uni to'sib olay. to'xtang. Biz yana mobilni to'sib qolalaymiz. Bu sinoq yulduzda yasalgan. Yulduzlar tarafidan jalb qilinadi. Qaranglar. Bu sunmas yulduz batarafni ko'rsatyapti. Sürekli açırıla. Okuya itıkla. Bu odamlar makoniga qiyshib chiqadigan bo'ldi. Ruhiyada o'lish. Men bilan qaringiz bo'lmasa, darhol uni tuting. Tez bununla tez. Tez bununla ha. Buya koyunlar bununla. Tez bulaş. Cazın tez çuğunla. Hey, bu işini aram tutursak. Lekin bu Mobay begim ne ketkendi? Bu zat neymiş? Ne boğundu? Mobay begim.
Mobay Bigimgangu, uning qidim bo'lgan-da. Uning zodin Nertirash. Janoblariga ma'lum bo'lg'ay. Chavtiya Munari o'z qaraladi bitdi. Sunmas Yıldız bana yardım qısıla. Her qandaq jangda yangmay qolmayman. nima ish bo'lgandi? O cho'chug'i. Ko'pchilik tez qaytinglar, u olmasdi. Bu O Bigimni olvasti deydi-ku. olvasti bo'lgan o'xshamdi. O qandaq ish o'zi. Rostmidi? Qaraman Qarab bu ishni. turibdi. Mobay Bigimni olvasti deydi-ku, ha? Olvasti deydi-ku. Bu zodi uning nigini. Bu qandaq bo'g'ni? U alvastgan. Mobay alvasga tez qochaylik. Mobay alvasga tez qochaylik. Mobay alvasga qochaylik. Qachaman tegichi bo'lma. Qutqizinglar. Birisi tushib ketdi. Tez. Biz sizni to'laylik. To'laylik, Ehtiyot ha? qiling. Asta. Bulonlar. Qilishni tashla. Bo'lmasa jinini olaman. Cho'chuq. Uni qo'yma. Bu asta. U qizni olvasti tutib oldi. Endi qanday qilamiz? Aldığın qatim senin qo'lingda vayron bo'ldim, lekin hozir yanıla mening qo'lim uchdi. Hali bir qildig'inimga bir qadam qoldi. Meni hech kim to'sib qololmaydi. Dedim o. Rezil Bu qilishdan olmasdi. ayrılsan sen men uchun hech nima emas. Sana jinimni Çocuğum. Yavaşak bu. Çocuğum. Hay, tez bulaylı. Keldi. Tez mayli. Tez bul onu.
Alvos yapguvchi. Alvostini yalpib, uni ben qilaman. Chuchu qizchaq, Ha? Bu ot yuz kalla boshliq odamlar kimdi u? Ha? sizga yetishib bo'lmaganda. Seni avor qildim. Buni joyiga olib qo'ygan bo'lsang. Ko'p rahmat. Nazari Sizlarga ko'p rahmat. Ko'p rahmat. Sizlarga ko'p rahmat. Sizlarni avor qilgan bo'ldik. Sizlarga ko'p rahmat. Sizlarga ko'p rahmat. Sizlarga rahmat. Sizlarga ko'p rahmat. Sizlarga ko'p rahmat. Hammasi yurtdoshlarning yordami ostida bo'ldi. Ko'pchilik endi alvoslarning qo'g'im salom bo'ldi. Jonkoy bizni qo'g'daydi. Yaxshi qildingiz. Xeyli ilgirlab qopsiz. Mayli. Kalbash, ularning xotirasini yuyatgan. Chuchu. Bu sizning narsangiz bu deyman. Oyat topidan tushgan edi. Mo'bay begim aslida olvos ekanda. Ilm yaxshi yiliqqa botir bo'lib qopti ekan. Siz uningdan mahorat o'rgangan o'xshamabsiz. Uningga biz zodi nima qilsak bo'la? Shundoq, to'g'ri. Shundoq. Unga qilsak bo'ladi. Uningga yordam qilsak bo'ladi. Mo'yan begim asli olvos ekanda. Chuchu. Chuchu. Bu mahoratni siz uningdan o'rgangan o'xshamabsiz. Chuchu. O'rgangan o'xshamabsiz. Chuchu. Tez qochaylik, Tez qochaylik. Bosh ustoz guvoh bo'lsin. Shogirdingiz bugun Chujoni shogirdlikqa qabul qildi. Alvostini yo'qotib kishilarning xotirasini yuvarsanglar, ular alvostning borlig'ini bilmaydi. Agar ularga deb ularni ehtiyot qilinglar desak to'g'ri bo'ldi emasmi? Kishilar asldimi jabhat tatidi. Men kishilarning yana alvos sababidan andishishida yashashini bir xohlamayman. odamning kuchiga tayinib koinotga barliq alvostlarni yo'qotib bo'lmaydi. Lekin bu Jonko'ning qoidasi. Shundoq. Biz yordamlashaylik. Uningga yordam qilsak bo'ladi. Alvoslar faqat rivoyatlarda bo'lishi kerak. Mo'yan begim olvosga. alvosga. Chuchu. Rahmat sizga, Kalbash, rahmat. ularning xotirasini yuyat. Biz buni portlatib, Tez qochaylik. alvosni to'sib Tez qo'yaylik. qochaylik. Bu yerda olvos bor. Tez qochaylik. Mening ko'pchilikdan yoshirg'im yo'q. Chuchu, bu sizning nima qilganingiz? Kishilar siz o'ylagandek unda qo'rqib ketmaydi. Alvosdagi ularmi botirlik bilan yuzlanalaydi. Shunga yolg'iz taqabul turmasangizmi bo'ladi? Bo'ldi, gap qilmang. Men o'zimning usuli bilan ko'pchilikni qo'g'dayman. Men qoidani tushunaman. Kalbash. Qo'l selam.
Çoğun efendi, çocuğu. Sizning bizni unutib ketishingizni xohlamayman. Bo'ldi, yig'lama, Sabzor, yig'lama. Bu sho'rpini ichsangiz, ati kun patganda xotirangiz butunlay yo'qaydi. Uningga pushaymon qilsangiz ulguralaysiz. Sizlarga man qilgan yordamimni hargiz unutib qolmayman. Aman bo'ling. Ketmem. Ay, nimanda uzun kunlar bu. Bu qiz nalarga ketgandi? Çocuğu? Çocuğu, qaytib kelibsizda, ha? Otangiz sizni bakla asirdi. Kızım. Kızım, kirme siz kimin bo'ldi, men dema sizni kim bo'lsa qildi. Men berib uni adrini beraman toza. Menga hech nima bo'lmadi. Kechiring, ota. Men shu kompasni buzib qo'ydim. Hech qisi yo'q, kızım. Men sizga yana yasab bersammi bo'lmadi bu? Yig'lama, kızım, yig'lama. Tafu, kun o'ltirsa, men senimi unutib qolaman. Kızım. Kızım. O'ngshab qoldim. Çocuğu. Oy, Ata. bu yerda ekansiz-da? Aha. Qani ilama. Bugun tovuz chog'ini birdan tekin tushib tomoq yang, ha? So'ndirg'uchi yo'ltoz yana odamlar dunyosida ekanda. Tafu, tez berib cho'g'apanimga to'ntan munoriga kelishni aytib qo'y. Ota, men tomoq yemayman, men Siz saqlaman. yana nima qilib borsiz? Hey! Kun patay deb qoldi. Men xotiramni yo'qotsam bo'lmaydi. Siz bu yerda turibsiz-ku. Siz haqiqatan budishgan ekansiz. Tavuz chog'idan burun bu munor yasaldi. Buni sizga taqdim qilaman. Sehrli qurolni yo'qotib, Junkuyni o'ldirib yetdim. Siz ayniqla Junkuy bilan do'st turib, nima uchun mobil bilan til biriktirib kishilarga qasd qilasiz? O'chmanlik sababidan 500 yil ilgari men so'nim bilan kishilar orasiga yo'shirinib mashq qilayotganda kishilar bir alvosini hargiz bo'sh qo'yotmaydi. Ular himsizlikdan hatto ishga ojiz alvosini bo'sh qo'yotmaydi. Men so'nimni qo'g'diyamadim. Umsizlik va azob meni kechikilab uxlatmadi. Bu qissasini men cho'qim olmay qo'ymayman. Men mo'yanna aşk gözlükten faydalanıp Jungen bayramı günü onunla sihirli kural verip Junkuyni yo'qotish orqali sunmas yulduzga erishmoqchi bo'ldi. Keyin o'ylamoqdaman, siz mening ishimni buzib qo'ydingiz.
Gerçi kechikib qolgan bo'lsam-mu, bugun orzuyim cho'qim amalga oshadigan bo'ldi. Men sizni orzuyingizga yetkazmayman. Shahar qorong'ulik ichida qoldi. Tez qochaylik. To'nkoy. Ziyrak quloq u. Men ko'rdim. U olvosini qo'yib berdi. Alvastini yo'qotishda qaroqchi yulduzning kuchiga tayanishga to'g'ri keladi. Lekin hozir sunmas yulduz parchalanib ketdi. Kuchimni parcha, ziyrak quloqni to'sib olaman. Men siz bilan birga boray. Siz bu yerda qiling. Ko'pchilik sizga muhtoj. Sunmas yulduz o'z asliga kelar ekanda. Rasul, baliq shaparaqlarga o'qib, sunmas yulduzning parchalarini izlasin. Sizlar erkin bo'ldinglar. Odamlarga umidsizlikning ta'mini ketib qo'yinglar. Ziyrak quloq. Men izchil seni do'stim deb o'ylab ketdiman. Do'stim? Sen mening azobimni tushunib boqqanmiding? Agar do'stim bo'lsang, yo'lini to'sma. To'xta. Qaroqchi yulduzning kuchi bo'lmasa, sen hech narsa emas. Qara. Acham. Kuzular! Hoş geldi, tez kaçaylı!
Yaxshi qilding ot yuz. Qani O yer ekan. Yaxshi qilding, at yuz. bo'lmaydi. Bundaq ketaversa ulgurmaydi. Cho'cho. Bu qo'ng'iroq bu yerdami birsi bor ekan. Hey, men birini topdim. Bu yerda birisi bor ekan. oldim. Bu yerda. Mana birini biz topdim. sizga yordam qilamiz. Bu mumkin emas. Yat yulduz o'rniga qaytdi. Man Yat yulduz nomida buyruq qilaman. Sera quloq. Bunda qilsam cho'qim tugisa. Sera quloq. Herkes bunda qilma. Olak bo'lsa. Karim yo'q. Men orimlar dunyosini vayron qilmayman. Chongqui! Alvasti qo'yib berilsalar, uni to'saqlib bo'lmaydi. Bu qitimliq shaxmatda mana men yengdim. Tez! Chaptal yaxchi qilchi. Kalabash! Tofu, men cho'qim berishim kerak. Shaptul yog'i chiqilichi. Jonkuyning eng kuchli qurollaridan biri. Chaptal yog'i chiqilichi. Ko'pchilik chidab turinglar. Men keldim. Cho'pcho.
ot yuzi bo'ldi ekanman. Bizni kim qutqizib oladi? Ot yuz, ming miyav. Cho'cho, men hozir sizni rasmiy shogirdim deb qaror qildim. Cho'nkuning nomida qaroqchi yulduzni chaqirib, men bilan olvosini band qilib o'tang. Band qilib aytang. Yo'q, men qilmayman. Cho'cho. Deganingiz to'g'ri. Bir odamning kuchiga tayanib, barliq qorong'ulikni to'sib qo'yib bo'lmaydi. Barliq kishilar biz bilan bilib boturlik bilan olvostiga taqobil turyapti. Sizning Cho'nkuy ro'yini davomlashtirishga jur'atingiz bormi, yo'qmi? Men Cho'cho. Men xalayman. Ustozlar guvoh bo'lsin. Qara. Cho'cho. Menga ergishibdan. Cho'nkuy nomidan qaroqchi yulduzga buyruq tushirman. Olvostini yo'qdir. Men Cho'nkuy nomidan qaroqchi yulduzga buyruq tushiraman. Olvostini yo'q qilib. Cho'nkuy nomida hayotimning oxirigacha ikki odamni qo'llash uchun kurash qilaman deb qasam beraman. Men Cho'nkuy nomida hayotimning oxirigacha ikki olamni Cho'nkuy nomida qo'g'dash uchun qaroqchi yulduzga buyruq kurash qilaman. qilaman deb Olvostini yo'qdir. qasam beraman. Cho'nkuy Cho'nkuy nomidan hayotimning oxirigacha ikki olamni qo'llash uchun ikki qasam olamni beraman. qo'g'dash uchun kurash Qasam qilaman deb beraman. qasam beraman. Chung efendi. Cho'cho. Men yulduzga aylanib sizning yo'lingizni yo'ritib berman.
Cho'ng apandam yo'q bo'ldi. Yo'q. U ba. Jon Efendi. Kecha osmoni qorong'u bo'lsa-mu, yulduzlar yanada chaqnab turadi. Alvasni yo'qotmoqchi. Chunki我全力冲破黑夜，是勇气，是直觉，是冒险，是寻找答案，是曾经遗憾也会改变。我有更大的世界，去撼动，去翻越，去兑现梦的起点，就在我的心间。心在蠢动，凭着孤勇，要去改变从前的世界，那未来的焦点，失败考验当作信念，背着荆棘向前，无畏着冒险，无畏每个新的一天。我有更大的世界，去撼动，去翻越，去兑现梦的起点在我的心间。我全力冲破黑夜，是勇气，是直觉，是冒险，寻找答案，遗憾也会改变。我冲破黑夜，揭开禁锢世界，无惧着考验，穿过边界，我才发现是在我的身边。